Boy aka, ishonchga kelganman. Shunda yo'lning yuzida mana shu ko'rib turgan 2 qavatli 5 xona uylarning sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 1 sotik. 2 qavat, 5 xona, 2 ta sanuzeli bor. Hozir to'liq obzor ko'rsataman. O'zim ham narx berib, kommentariy yozib ketdilar. Men sizlarga oxir narxni aytib o'tib ketaman. Narxi zo'r lekin. Boy aka mana 2-etaji, uyimiz 2-ga chiqib kelish qismi. Mana qarang boy aka. Mana shu xona bitta xona hisoblanyapti. Mana burchak, bu dush uchun joy qilingan. Mana bu yerda yana balkonchasi bor. Sigaret chakib, kofeni ichib o'tirsa bo'ladi. 100% pishgan yaxshi, 2 qavatli uy. Mana bu tomonda yana bitta xonasi bor. Mana bu yerda endi общий sanuzel, hojatxonasi va dushi. Bu 2-etajda shunda ikkita bo'lyapti. Mana bu tomonda детский xona qilib qo'ygan, sal kichkinaroq xonasi, детскийga moslab qo'yilgan. Mana e'tibor beringlar. Plita tashlangan. Mana anaqa terak, yog'och, barg, qamish qilib tashlamagan. Mana ikkinchisidan tushib kelyapmiz. Hozir tepada 3 ta xona bo'ldi, 2 ta sanuzel bo'ldi. Mana bu zinantaga kotelni qilishlaring mumkin. Bu sovuq suv bochkasi yerda turadi. Mana bu 4-xonasi bo'lyapti hozir bu yerda. Mana yana bitta xonasi. Bu 5-xonasi bo'lyapti shunda. Boy aka, bu uyimiz 2 ta xo'jalikka mo'ljallangan. Mana shu turgan joy chegara. Bitta tomon o'ng tomon, chap tomon bitta tomon. Bizda chap tomon sotilyapti asosan. Ikkinchi tomonni egalar bilan gaplashasizlar. Egasini agar ko'ndira olsalaring, chiroyli narx qilib beradi. Balki sotar, balki sotmas. Lekin sotilayotgan uyimiz mana shu uy bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, 42 ming dollar so'ralyapti. Albatta o'tib beriladi. Pastda o'zim raqamni qoldiraman. Menga telefon qilsalaring, egasini uchrashtirib qo'yaman, savdosi halol bo'ladi. Ko'rishguncha.